Agar siz sohaga yangi kirib kelgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz bu narsalarga albatta tayyor turishingiz kerak. 1000 soatlab o'zingiz ustingizda ishlash, back testlar, tugamas back testlar, xatolarga siz bu yerda uzr bilan emas, pul bilan to'lashingiz, plus stress, depressiya, lekin bu narsalar albatta o'zini oqlaydi, chunki qachon, qaysi paytda, qaysi vaziyatda oqlaydi. Ya'ni o'sha inson shu narsalarga bardosh berib, do konca harakat qilsa, bu narsalar o'zini qoplab, Xudo xolasa natijani beradi. Qaysi vaziyatda, ayniqsa faqat o'sha taslim bo'lmagan odamga o'sha vaziyatda plus dalshim tugamas harakat talab qiladi bu soha. Bu sohada granitsa yo'q, ilm tomoniga kelsak.